Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Bu ikkinchi YouTube kanalimiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raganida ikkinchi kanalimizni topolmayapmiz degan akalar uchun mana shu Ortiqjon Jo'rayev TV degan YouTube kanalimiz. Bu yerda ham texnikalarning eng zo'rlari bo'ladi. O'zingizga keraklisini topib, sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingizni ham sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, balanda telefon raqamlarimiz bor. Telegram ishlab o'tiribdi. Bitta like bosib, kommentariyani yozib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Eng yangi chiqqan texnikalardan, eng birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu kanalimizda prosta rasmlari, videolari, narxlari bo'ladi. Qisqacha tez va aniq ko'rib sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'liq ma'lumotini eshitmoqchi bo'lsangiz, birinchi YouTube kanalimizga o'tasiz. Qolgan bitta texnikamizni, ma'lumotlarni, to'liq darni, adreslarini qoldiramiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshidagi raqamga telefon qilasizlar. Telegram ishlab o'tiribdi. Kruglosutga traktor agregat texnikalaringizni tez sotishga yordam beramiz. 2-3 YouTube kanalimiz bor. Hamma joyga bang'alatib cho'tki qilib beramiz. Qilgan videolarimiz yoqadigan bo'lsa, arzimagan like deb bang'alatinglar, sizdan hech nima ketmaydi. Sizga kerakli texnikalar videoni oxirigacha ko'ring, обязательно hammasidan topasiz. Qani ketdik bo'lmasa, o'zingizda orzungizdagi texnikani qidirib toping. O'zingizda texnikalaringiz bo'lsa, tashlang, biz o'zimiz bu yog'ini bang'alatamiz. Oltinga ko'rsatayotgan mana apparat. Bu yangi yupiskasi. Bu mana bular eski yupiska. Mana eski yupiska. Bu yangi yupiska. 2000 yil mana belgilari ham bor. Kirasi traktor sotilmoqda. 92 yil dokumentlar hamma narsasi bor. Flanjro yangi qo'yilgan, motor remont qilib qo'yilgan, ishga tayyor. Balon bir sezon ishladi. Orqa katta bo'ladi, 2 sezon ishlangan. Hali yangidek 80%, 75-80%. Korobkalar remont qilib bo'lingan, ishlar tayyor, ishga tayyor qilib qo'yilgan. Sataliklar yangi bosilgan. Ko'rinishi traktorning apparatlar forsinkalari yaxshi, ishlashi zo'r. Akkumulyator bor. Ishga tayyor, balonlar holati yaxshi. 75-80% ishi. Diskalar ham yaxshi. Ichki salon linon tashlangani, rezina tashlab qo'yilgan tasiga. Sizlar eskatib qo'yilgan. Ichki holati mikrofon, kolonkalar bor. Holati yaxshi saloni. Orqa ko'rinishlari, sirg'alari, hind. Nomerlar. Qo'shimchasida chizil bor. Bramostoyka. Belarus o'ziniki. 80 ga joyga ochadi. Holati zo'r, ishga tayyor. Ishlayman deganlarga ishga tayyor texnika. O'tuvasi ham bor, komplekt. Mana shu Belarusga. Ishga tayyor bu ham. Qo'yasiz, ishga chiqib ketasiz. Xohlasangiz ilib ham beramiz. Xizmatlarimiz bor. Mana oldi ramasi, orqasi dorsaki tishlankalarigacha bor. Hamma narsasi organ, hamma narsasi komplekt. O'tuvasi.
Biritvasigacha bor. Bu traktorimizga komplekt 3 ta narsasi bor ekan. Chizig'i, kultivasiyasi, beshamagi. Beshamak kultivasiya ham qilinadi. Ha, 5 talik chizil kattasidan. Yoniga o'rgin qo'ysangiz beshamak bug'doyning orasiga, bug'doydagi joyiga ochish, paxtaning oraliga tushaveradi. Rexlenada turibdi hozir. Rexlena holatida. Bahordan paxta ekilgan rexlenani bosaverasizlar, işte saqqani bosasizlar. Mana holati. Kultivasiya o'rganda tushadi buni. Biritva kultivasiya tushaveradi. Mana traktorimiz holati. Pul topaman, ishlayman, bahordan sezonda bosaman degan tayyor turibdi mana. Buni faqat minadigan odam kerak. Soqqani soqqiga o'raman deydigan odam kerak buni olib turib. Dozatorlari yangi bosilgan, gidravlikada ishlaydi oldilari. Gidravlikada ishlaydi. Ishlashi zo'r, mexanika gidravlikada ishlaydi. Xato yo'q. Bu traktorimizda komplekt chizig'i, kichkina chizil, beshamak, kultivasiya, 90lik kachopka bor ekan, G'o'zapayaniki. Komplektida shular.